Maşallah. Ezilib ketibdi, qarang, qiltiraladi ham. Uy sharoitida baliqdan tushonka tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib baliqni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Bu usulda pishirsangiz baliqni qiltirig'idan qo'rqadigan odam maza qilib yegan bo'ladi. Maydalangan balig'imizni tuzlab olamiz. Har bir chestok donalarimizni to'rga bo'lib chiqamiz. Tuzlangan balig'imizga ozgina limon siqib olsa, yana ham xushtam bo'ladi. Bitta banka uchun bitta kichkina piyozni to'rga bo'lib olamiz. Bittadan lavlab virus barka, 4-5 donadan yirik murch solamiz. Endi baliqlarimizni birma-bir taxlab chiqamiz. 3-4 bo'lak chesmak solamiz, 4 bo'lak piyoz solamiz. Bir donadan cheri pomidor solib qo'yamiz. Bir qoshiqdan tomatli pasta solamiz. Ozginadan zaytun yog'i tomizib qo'ysa juda ham yaxshi bo'ladi. Endi mont qozonimizda buni 4 soat qaynatib olamiz. Tushunkalarimiz tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, siz ham tayyorlab ko'ring.